Siz bilan bizni zamonimizdagi boylardan ikkitasini qissasi. Bir kishi aytib beradi, Ramazon oyida katta bir supermarketda xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari-yu hamma aborotda shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr ehson oyi, boshqa oylardan ko'ra savobi ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar, infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, ikki kishining obetli pulini chiqarib berdi. Oxiratni qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Qarang Ibn Avfda, o'lib ketdi u kishi. U kishi yoshigan boladan o'tib ketdi. Nimani olib ketdi o'zi bilan? Qilgan infoq ihson. Aytdi-ku, inson ikkita savobni o'rtasida o'ladi. Bitta savob qoldirib ketgan savobi, bitta savob o'zidan burun o'tkazib qo'ygan savobi. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlar yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi seyfda, sondoda turibdi bochkada yoki filyagada. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytayapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynalgan bir qarindosh uylana olmayapti. Erga tega olmayapti. Murvatib qo'yinda borib turib. Abdurrahmon ibn Avfgachi payg'ambarimiz duo qilganlar. Alloh baraka bersin. Olib kelganiga ham, qolganiga ham. Shunaqa baraka ko'tarildi. Hayolimda deydi, toshni ko'tarsam tilla topar edim, kesayda jildirsam kumush